Qabulimizga Surxondaryodan mana 14.04.2025 yil patsient murojaat qilganlar. Bo'ladi asosiy kasallik o'sha kifoskoliyoz kasalligi 3-daraja bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar, deformatsiyaning gradusini 41 gradus, 18 gradus, ya'ni ko'krak qafasida 18 gradus va bel sohasida 41 gradus deformatsiya ketayotgan bo'lgan. Bularga kompleksniy lecheniya qildik va davom etamiz. Va shuni orasida karsat shino tavsiya bergandik. Mana karsat shino taqishni boshlaganlar. Kunda mana 29.11.2025 yil. Qaranglar, karsat bilan o'sha ko'krak qafasidagi deformatsiya 17 gradus bo'lgan, ya'ni 1 gradusga ulучшение ketgan. Bellikka bo'ladigan bo'lsa 21 gradus, ya'ni 41 gradusdan to'liq 20 gradusga ulучшение ketgan. Bu именно karsat bilan. Bez karsatsiz bo'lsa ko'krak qafasi 20 gradus, bel sohasidagi deformatsiya bo'lsa 33 gradus, ya'ni bez karsat qaraganda ham mana 33 gradus, bu yoqda 41 gradus, ya'ni ulучшение juda ham yaxshi ketyapti. Xudo xolasa oxirigacha tavsiyalarga amal qilib, lecheniyani davom ettiradigan bo'lsa, inshaalloh bu kasallikdan tuzalib ketadilar.